Do'stlar, sizlar bilan Zezguzubi. Bugun biz Minecraft o'yinida shedevr o'rnatishni o'rganamiz. Men Telegram kanaliga kirib olganman. Bu yerdan biz Telegram kanalimni yozib olamiz. Silkamni yozsangiz chiqadi. Ismim va familiyam. Mana xuddi shunday yozsangiz chiqib keladi. Men bu Telegram kanalni yangi ochganman. Obuna bo'lib qo'ysangiz har xil modlarni tashlab o'taman. Mana men ikkita shedevr tashlab qo'yganman. Bu 1.21 dan boshlanib tepasiga qarab ketadi. Bu kuchli anaqa shedevr. Bu pastdagisi oddiy shedevr. Buni past shedevrlarga ham o'rnatsangiz bo'ladi. Men shuni fayl ustiga bosaman va meni Minecraft chiqdi. Minecraftga kirib olamiz. Kirib olishini kutamiz. Mana do'stlar, Minecraft o'yiniga ham kirib oldik. Menda hozir Minecraft o'zbekcha mod kerak bo'lsa Telegram kanalimdan yuklab olasizlar. Mana sozlamalarga kiramiz. Eng tagida global manbalar, inglizchada global resource bo'ladi. Buni biz faollashtirib qo'yamiz va chiqamiz. Ko'rishingiz mumkin, resurs yuklanmoqda deyapti. Sizda ham ozgincha kuttiradi. Mana shedevr o'rnatildi. Mana yangi dunyo yaratishga kiramiz. Mana o'zbek tili modini ham qo'shib qo'yaman. Mana ijod davom ettirish. Hozir men qishloqqa qo'yaman. Shu yerga 222 deb yozsangiz ketdi. Mana do'stlar, biz dunyoga kirib oldik. Ko'rishingiz mumkin, hammasi realistik. Kamalak bizga aniq yoqadi. Mod ayniqsa kech qolib tushsa, nasl chiroyli bo'ladi. Suv tiniqligini qaranglar. Hammasi tiniq. Suvga ham tushib ko'rishingiz mumkin. Tiniq. Aholi ko'rishingiz mumkin. Hamma narsa tiniq. Mana daraxtning barglari ham tebranib turadi. Ko'rishingiz mumkin. Hamma narsa. Hozir kech qolib qolaman. Ko'rishingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Bu qanchalik chiroyli. Oyni ko'rdingiz. Hamma narsa realistik. Bu modni ko'proq 1.19 versiyada o'rnatishni tavsiya qilaman. 1.19da boshqa versiyada ham bo'ladi. Bu aynan 1.19 ga ishlab chiqarilgan. Lekin aniq o'tkazsangiz bo'ladi. Liboy versiyaga o'tkazsangiz ham bo'ladi. Mana skellarni ko'zi ham yonib turibdi. Hozir tirishdan mana ko'rdingiz.
bakın. Ko'zlari hammasi realistik joylashgan. Bu modni meni Telegram kanalimda yuborishingiz mumkin. Hamma deyishga ishlaydi, bersa talab qilmaydi. Tepadagi ko'rsatgan shedevr modim ham bu mod 1.21 dan boshlanadi. Uni ham o'tkazishingizni tavsiya etaman. Video yoqqan bo'lsa like va подписка bosing. Подписка bosish esingizdan chiqmasin. Video yoqqan bo'lsa like bosishingiz esingizdan chiqmasin.